Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun biz Toshkent viloyati Chirchiqdamiz. Qadrli obunachilar, mana shu ko'rib turgan 148 kvadratdan iborat bo'lgan xonadonimizga agarlarimiz o'sha sep paneldan yengil konstruksiyadan uylarni bitkazib berishibdi. Ya'ni mana shu yerda yer holatda qabul qilishgan, betonlarni qo'yishgan, tepa qismlarini qilishgan, tomlarni yopib, xullas eshik derazalarni ham o'rnatib ketishgan. Mana shu uyimiz Xudo xohlasa necha pulga bitganini video davomida sizlarga aytib o'tamiz. Lekin juda ham arzon narxga tushgan. Taxminan 25 kun davomida. Xo'p, bu yerlar ozgina tog' bo'lgani uchun sovuq. Bu yerlar sovuqroq ekan, tashqarim sog'atyapman mana shu holatda. Ichkariga o'sha to'pli pol yoqaq ekan, hali ham o'chirilmadi to'pli pol. Ichkari issiq. Ya'ni ijaradan ketyapti. Bu yerda gipsokarton bilan o'rashyapti ichkarisini. Ya'ni mana shu holatgacha olib kelib berishgan, remontsiz holatigacha o'zlari remontini bitkazib olishadigan. Umumiy 5 ta xona bor. Kirishimizda mana bu yerda bitta koridor, kirishda chap qo'lda bitta zal va bundan tashqari yana bitta xona bor. Tashqi hovliga o'tib ketish uchun xotlar bor va bu yerda bitta xona bu, menimcha yotoqxona bo'lsa kerak yoki bolalar xonasi, yana bitta xona. Menimcha bu spanni, bu bilan bu spanni bo'lsa, nariga yotoqxona aytganda bolalar yotoqxonasi. Bu sanuzellar. Mana qanaqa bo'ladi deganlar yozib ko'rsataman. Mana sep panel mana shunaqa holatda bo'ladi. Bu yoqdan remontsiz holatda. Bu yoq o'sha tayyorlab atrofi gipsokarton bilan o'rab qo'yilgan. Tashqarida ham bor ekan. Ichi mana bular. Elektromontajlargacha qilib berishar ekan. To'pli pollargacha qilib berishar ekan. Eshik derazalarini ham o'rnatib ketishadi. Xudo xolasa mana shu uyimiz 5 ta xonadan iborat bo'lgan, sep panelda bitkazilgan, yengil konstruksiyali, yevropaylashgan uyimiz $22,100 ga bitkazib berishibdi. Tashqari akalarimiz 1 etajli, 2 etajli istalgan turdagi uylarda bitkazib berish olar ekan. 12 metrga, 10,5 metrga joyga tushgan xonadonimiz ekan. Qale, nima deysizlar? Chiroyli chiqqan bo'lsa, klassifikatsiyasini bosib qo'yish esdan chiqmasin. Kimga yana shunaqa yengil konstruksiyali, tez bitadigan uylar kerak bo'ladigan bo'lsa, ekranda telefon raqamini qoldiramiz. Aloqa qilsangiz chiroyli holatda butun O'zbekiston bo'ylab sizlarga ham qurib berishadi. Chet elda bo'lsanglar, uyga kelguninglarcha 1 oy davomida noldan qurib, bitkazib, kalitini sizlarga topshirishadi. Gap yo'q. Yevropa uylari o'zimizda ham ommalashib ketdi. Nima deysizlar? Bu qanchalik O'zbekiston sharoitiga to'g'ri keladi, qanchalik ma'qul keladi, buni o'zingizlar izohlarda yozib qoldiringlar.